Akalar mana Isuzu uchun tayyorlayotgan persebimiz. Farg'ona viloyati Bo'da tumani Qo'shtepa qishlog'idan bo'lyapti syomkamiz akalar. Hammalarga assalomu alaykum. Mana talablarga binoan persebimizni boshladik. Persebimiz razmeri 225 ga 4 metr. Isuzu uchun yasalyapti. 4 tonnali Isuzu. 17 razmerdagi diska balonlari, krilolar, bortlarimiz mana qalinliklardan. Dishlalarimiz yana ozgina kamchiligi bor. To'g'rilab qo'yamiz unisini. Ko'rishlaring mumkin mana. Baquvvat qilib resorlari bilan. Zavodskiy o'qlari bilan olib keltirdik. Chiroyli qilyapmiz. Buni Gurzapadiyonga keladigan bo'lsak, 4 tonna pilis oladi. Stop farolar bo'ladi, tenti bo'ladi. Bortlarimizni chiroyli qilib kraskasini sepib, elektromontajlarni tayyor qilib, reklamalarni, atrijatorlar bilan chiroyli qilib beramiz. Narxini aloqaga chiqasizlar. Bitgandan keyin narxini belgilab chiroyli qilib qo'yamiz. Kelishilgan vaqtda arzonlashtirib beramiz. Tentini bundan balandroq qilsa ham bo'ladi akalar. Hozir tentini balandlik boldan 170 cm hozir. Yana ham balandroq qilib beramiz agar. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz. Pastda yozib qoldiramiz. 99 koddan 23688, 90 koddan 176 3688. Razmerini yana bir o'rib o'tamiz. 225 ga 4 metr, balandlik boldan 170. 4 tonnali Isuzuga. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolisa bitgandan keyin yana bitta video qo'yib chiroyli chiqarib beramiz sizlarga.